Shunaqa atmosferadan kvartira qidira turganlar uchun maxsus taklif. Bir emas, ikkita masjid, Ko'kcha masjid, bu tomon yana bitta masjid. Katta yo'lning bo'yida 4 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Yangi remontdan chiqarilgan. Eng yana bitta qiziq tomoni g'ishli Navasuriga qidirgan mijozlar ham juda ko'p edi. G'ishli Navasuriga ko'rib turganimiz oshxona mebellarini ham ko'rishingiz sifatli hamda polniy bitovoy texnikalardan Hoffman bitovoy texnikalardan foydalanib jihozlangan. Oshxona chiqqanimizda mana bu yerda kengina yorug'gina hol qilingan ekan. Bu yerga ham bemalol o'zingiz jihozingizni qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan kafellarimiz taglar oyoqdagi hammasi to'pli pol istifo qilingan hamda sanuzel bilan birgalikda qo'shilgan holatda. Sanuzelimizdan ko'rsalar bo'ladi. Yorug', katta, kengina, chiroyligina qilingan. Demak, asosiy kirish eshigimizdan kirganimizda bu tomonda mehmonxonasi ko'rsalar bo'ladi. Pardalar qo'yilgan, patologlar alohida e'tibor bersalar bo'ladi. Ranglar bir-biriga shunaqa kombinatsiya, zo'r kombinatsiya qilib remont qilingan ekan. To'g'rida bitta xona disk qilib qo'ysangiz bo'ladi. 3-xona kattalar yotoqxonasi. Va navbatdagisi 4-xona. Joylashgan joyimiz Shayxontohur, Ko'kcha darvoza ko'chasi, Ko'kcha masjidi yonida joylashgan 9 qavatli Navasuriga g'ishli 8-qavatda 4 xonali 83 kvadrat metrlik iborat kvartiramiz 122 mingga sotuvga qo'yilyapti. Shu atrofdagi uylarni solishtirib, ma'qul bo'lsa telefon qilib, bog'lanib kelib, yana egalab yuz-yuz gaplashib, savdolashib ko'rsangiz bo'ladi.